Xo'p, og'aynilar, bugun mana ko'rib turganlaringizday, men hozir Moskovskiy oblasti Esterenskiy rayonining, ya'ni Agrogorodok degan bir posyolkasiga kelib qoldim. Bu yerda yana bizning birodarimiz qo'y sotadi ekan, qo'y bag'ib qo'y sotadi ekan. Gapni uzoq cho'zmaymiz, maqsadimiz mana bu yerda hisor qo'ylari bor, yana kurdyushni, yana dumbeli bor qo'ylar bor. Kilosi 400 so'm, 430 so'm deyapti. Inshaalloh agar sizlar qaysi birlaringizga qo'y kerak bo'lsa, mana ertan Ramazon hayitiga inshaalloh sizlar kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Harakat qilamizki, biz sizlarga hozir qo'yni yaqinroqdan ko'rsatishga. Брат, можно поближе покажем, чтобы был видно хорошо. Og'aynilar, ko'rib turganlaringizda quyrug'i bor hisor qo'ylari. Juda ham quyruqli, ajoyib qo'ylar ekan. Men o'zimga ma'qul ko'rdim. Afsuski, ilojim bo'lsa bir nechta sotib olsam, lekin inshaalloh harakat qilamiz, ana hayitga olamiz inshaalloh. Men albatta video davomida sizlarga shu qo'y sotadigan kishini yana telefon nomerini описаниеga va nimaga kommentariy boshiga qo'yib qo'yaman, zakirib qilaman. Sizlar bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Mana qo'ylar, hisor qo'ylarni katta-katta. Скажите, пожалуйста, самый тяжелый это здесь сколько вес дает? Где-то 100 килограмм. 100 kilogram. Ko'rib turibsizlar, 100 kilogram taxminan og'iri bor kattalarining va har xil объемda qo'ylar bor. Sizlar da ko'rib turibsizlar, turg'izaman, sizlar qarang, bu qo'yni qarang, bu qarang, qanday hayitda so'yadigan. Juda ham katta-katta zo'r qo'ylar bor ekan. Inshaalloh o'ylaymanki, sizlarga bu kishi agar men nomimdan kelsangizlar, inshaalloh yana skidka qiladi, 1 so'm, ana bayram uchun. Va buyoqlarni ko'rsatamiz inshaalloh nasib etsa. Mana qarab turingizlar qanday qo'ylar. Men tasodifan bu kishi bilan uchrashib qolib, ya'ni shu videoni qilishga qaror qildim, chunki sizlarga yana qandaydir bir foydam tegami degan maqsadda. Ko'rib turibsizlar, mana bular may daraxtlari. Yash-yash mana bu qo'yni qo'chqarni qarang, yash qana. Xo'p, sizlardan avvalgiday har doimgiday iltimosimiz, ya'ni kommentariyada yaxshi fikr qoldirib, like bosib va kanalga obuna bo'lishlikni unutmanglar. Hammalaringiz Allohning panohida bo'linglar, aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Har birlaringizning ishlaringizga Alloh taolo rivoj bersin. Salomat bo'linglar. Делайте, пожалуйста.